Bunaqa holatda sizga hech kim ko'rsatmaydi-yu, kechagi Malibu bar original $600 aylanadigan variantini peredelka jarayonlari shunaqa kechadi. Bu chunki umuman Gentraga moslashmagan. Bu pastki qismlarini mana joyiga kirish uchun moslashtiryapmiz. Buni jarayoni hali ham ketyapti. Endi buni uстановkasiga taxminan 1 kun, 1,5 kun vaqt ketadi. Anu o'zi tayyor Xitoydan kelayotgan barni 2 soat, 3 soat nari berib uстановka qilib beramiz. Kechiga qora Gentra kechani o'zida chiqib ketdi. $240 bar qo'ydirib. Bu hali ham oqib davom etyapti. Undan tashqari bitta yana Cobalt avtomobilini olib qolganmiz. Bitta vaqtda o'zida bemalol 3-4 ta mashinalarga ham uстановka qilib bera olamiz. Pastki qismlarini shumka qilib, qizib ketmasligi uchun, bari narsalar qo'ysangiz tez isib ketmasligi uchun mana anu avtomatning detallari, xudo xolasa barimizni o'zi. Bitta vaqtda o'zida tashqarida hozir ikkita mashinamiz, Cobalt bilan oq Gentramiz, ichkarida yana bitta qora Gentramiz, bar uстановка jarayonlari ketyapti. Bir dona samarez urmasdan qattiq ideal bar uстановка qilishi siz ham bilib oldingiz. O'zingiz bilganingizdan keyin yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.